arxitektura chizmasi nima uchun kerak degan savolga bugun sizlarga bilan javob berib ketaman. Xo'p, arxitektura chizmasini birinchi o'rindan moliyaviy jihatdan olgan bo'lsak, arxitekturasiz, ya'ni cherkovsiz loyihaga insonlar, ya'ni to'rtbiston pulni tejab qolaman degan insonlar loyiha qildirib olgandan keyin o'sha loyihani buzish jarayonlari bor, o'sha loyihani qurish jarayonlari bor. Masalan, beton qo'yib bo'lganingizdan keyin tagir betonni buzayotgan qismlar bor. U buzganingizga ham usta kerak bo'lsa loyihada ko'proq bo'ladi. Shunday vaziyatlarni ko'p ko'rdik biz. Bordik, uy bitkab qoladi-da, mana bu joy bizga yoqmadi, ustaga buzdirdim, buncha falon pulim ketdi, buncha pulim ketdi degan vaziyatlar ko'p bo'lyapti. Xo'p, sizlar qanchaga loyiha berasizlar degan paytlar bo'lyapti. Bizlar loyiha narximizni aytganmizda, u insonlar voy, siz loyiha qildirmabman degan ko'p narsalarni kuzatyapmiz-da, ko'p hollar bo'lyapti shunaqa. O'shaning uchun iltimos sizlardan loyihaga pulni ayamangizlar. Birinchi loyihani qildirib, moliyaviy jihatini ham bilib, qancha material ketishi, qayerda joylashishini bilib loyihangiz yaxshi bo'ladi. Chunki qog'ozda o'zgartirish oson, erta qurilish bitgandan keyin qiyin bo'ladi. Har bitta o'zgartirishingiz pul. Ozroq pul tejayman deb ko'proq minusga kirib ketaverasizlar. O'shaning uchun loyiha qilgandan keyin qog'ozda o'zgartirish oson va qulay. Hech qachon unutmangizlar. Odam uyga emas, uy odamga xizmat qilishi kerak. Rahmat hammaga.